Wow! Mazasini tatib ko'rsangiz, ishonavering, oshqozoningiz orkestr chaladi. Hattoki xolodilnikka kirishga ulgurmagan, hali qotmasidanoq oshqozonimizdan joy olgan shu shirinlik retseptini birgina duoyingiz uchun beraman. Un, shakar, kraxmal, sut, 4 ta tuxum sarig'i yaxshilab aralashtirib, elakdan o'tkazib yuboramiz. Krem suv hammomida pishib yetiladi. Muntazam ravishda aralashtirish shart. Krem quyilgandan keyin quyultirilgan sut hamda qaymoqni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, pishirishda davom etamiz. Gazni o'chirib, sariyog'ni solasiz va kremni ikkiga bo'lasiz. Bittasiga qora shokolad, ikkinchisiga esa oq shokoladni solib, yaxshilab aralashtirib, bir kunga xolodilnikka jo'natasiz. Bu siz yegan kremlaringiz ichida eng shahonasi bo'ladi. Endi bu janon krem uchun ajoyib biskvit tayyorlaymiz. Buning uchun tuxum oqini yaxshilab mikser yordamida ko'pirtirib olamiz va shakarni qo'shamiz. Pik holatiga kelguniga qadar shakar va tuxum oqini yaxshilab ko'pirtiramiz. Tuxum sarig'ini solib, bitta-ikkita aralashtirib o'chirasiz. Sut, yog' solasiz hamda unga kakao, razrixlitelni qo'shib aralashtirib, uni ham solasiz. Oldindan qizdirilgan pechga 180 gradusga jo'natasiz. Biskvit pishib sovigandan keyin ichini shu ko'rinishda o'yib olasiz. Xohishga ko'ra cho'ka krem va tayyorlangan krem mevalar bilan to'ldirib, ustiga oq kremdan pokritsiya qilasiz. Tortimizni shapkasini boshiga xuddi shu tarzda kiydirib, yog'ini tekslab olamiz va qora kremni ham shu tariqa surtib olamiz. Kommentariyada to'liq retseptni aniq yozib qoldiraman. Keling, Life bilan yorqin ideya